Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi internet orqali sodir etilayotgan yangi turdagi kiberfiribgarlikdan ogohlikka chaqiradi. Xususan, viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasining axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi va uning quyi tizimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor qidiruv tadbiri davomida Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi nomidan soxta kanal va guruhlar ochib, fuqarolarning pul mablag'larini o'zlashtirib kelgan jinoiy guruh fosh etilib, guruh a'zolari qo'lga olindi. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, Andijon viloyatida yashovchi 22-25 yoshli 5 nafar shaxs joriy yil boshida jinoiy reja tuzib, Telegram va Instagram tarmoqlarida bojxona tizimi nomidan musodara tovarlar va Optim sklad nomlari ostida kanal va guruhlar tashkil etgan. Shuningdek, guruhlarda bojxona qo'mitasi admini, ishonchsiz bilan kabi 10 ga yaqin soxta akkauntlar orqali o'zlarini go'yoki tizim xodimlari sifatida tanishtirgan. Ular maishiy texnika, muzlatkich va televizorlar, isitish qozonlari, oshxona va bolalar mebellari, turli gadjetlar, jumladan iPhone telefonlarining so'nggi modellari hamda kiyim-kechaklarni juda arzon narxlarda taklif qilib, aslida mavjud bo'lmagan motoskuterlargacha yetkazib berishni va'da qilgan. To'lovlarning ma'lum qismi esa o'zgalarning nomiga rasmiylashtirilgan bank kartalari orqali qabul qilingan. Natijada jinoiy guruh a'zolari dastlabki tergovga qadar jami 60 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, firibgarlik yo'li bilan 117 million so'm pul mablag'lari o'zlashtirilgan va pullarni shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborgani aniqlangan. Mahsulotni talab qilgan yoki qayta aloqaga chiqqan jabrlanuvchilar esa javobsiz qoldirilib, ijtimoiy tarmoqlarda qora ro'yxatga kiritilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilib, fuqarolarga yetkazilgan moddiy zararlarni qoplash choralari ko'rilmoqda.